O'zbek fuqarolari uchun yana bir yomon xabar tarqaldi. Yana bir taniqli inson haqida shoshilinch xabar. Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabin. Kanalimizga xush kelibsiz. Video roligimiz ostida bir dona like hamda podpisatsiya tugmachasini bosib qo'yishni yodingizdan chiqarmang. Biz sizga O'zbek shou biznes olamidagi eng sara yangiliklarni birinchilardan bo'lib taqdim etishda davom etamiz. Ijtimoiy tarmoqlarda bloger Aziz Estitning Instagram akkauntini o'chirib yubormoqchi bo'layotganligi haqidagi xabarlar tarqaldi. Bu haqda uning o'zi ham e'lon qildi. Ijtimoiy tarmoqdagi Instagram sahifasida videoni to'liq holatda ko'rishingiz mumkin. Esingizda bo'lsin, hurmatli obunachilarim. Har safar qo'lni duoga ochganimda sizlarni mendan ham ulug' va omadli qilsin deb duo qilaman. Xayr do'stlar, men o'z faoliyatimni yakunlayapman. Men hali bunaqasini ko'rmaganman. Bunaqa katta profil egasi va shuncha mashhur bo'la turib o'zini o'zi yopadigan insonni umuman hali O'zbekiston bo'yicha uchratmaganman. Millionlab prosmotrlarga ega bo'ladigan odam. Aman esa har doim aytardim sizlarga, men har doim birinchilardan bo'laman deb ta'kidlardim. Mana O'zbekistonda yana birinchilardan bo'lib o'z faoliyatini yakunlayotgan bloger sifatida chiqyapman. Yaxshiliklar to'xtadi, eslatib o'tgan edim. Yaxshiliklar to'xtagan kuni men o'z Instagramimni yopaman deb. Ertaga 18:00 da 3,5 million Instagram o'zimni xohishim bilan yopiladi. Instagramga qaytamanmi yo'qmi bilmayman. Bugun kechroq postga oxirgi video qo'yiladi. Hammaga kattakon rahmat. Balkim Telegramda bo'larman, lekin bu ham noaniq. Balkim Telegramni ham yoparman, lekin sizlarni sog'inganimda Telegram orqali sizlar bilan gaplashib turaman degan umiddaman deya yozib qoldirgan Aziz Estet o'zining ijtimoiy tarmoqdagi Instagram sahifasida.